Assalomu alaykum to'g'rilar. Elektroskuter mo'raviy yoshi kattalarga shunday mo'raviylarimiz ham kelgan. Orqasi xohlasiz bagaj bo'ladi. Setinasini ag'darib qo'ysangiz, shunday setina bo'ladi. Bemalol 3 kishi ketsa bo'ladi unda. Bitta zaryad bilan sredni 40 km, 50 km yurib yuradi bular. Bahosi 75 ming so'm. Shu yerga kelsangiz kelishtirib beriladi. Buni tashqari skuterlarimiz kelgan. Turli skuterlarimiz, xohlasangiz optimga, xohlasangiz shtukni donalik bor. Kelib shu yerda gaplashib olib ketishlari mumkin. 25 mingdan 35 minggacha bo'lgan skuterlarimiz bor. Olishlari mumkin. Bari modellari bor. Xohlasangiz korobkasi bilan, xohlasangiz sabrat qilib beriladi. Modellarimiz hamma modeldan bor. Mo'raviylarimiz 1 tonna, 1,5 tonna elektronli benzinlilarigacha bor. Xohlagan turdagi mo'raviylar bor. Kelib o'zlarini tanlab olishlari mumkin. Adresimiz O'shda, Gorgeychada, Alipor bilan Okean restorani o'rtasida. Akamlar olib ketishyapti mo'raviylarni. Mashinaga juklab, bu yerda kabinkaligi ham tayyor bo'lyapti klientga. Bu yerda 1 tonnaligini yig'ishyapti. Xohlagan mo'raviylarga mana shunday temir pol kabinkalar qo'yib beramiz. Faralari, dvornilari, pоворотnilari o'zida bo'ladi, komplekt. Ularni qo'yib beramiz. Hamma skuter mo'raviyga zapchastlari bor.